Og'riqlar kamaydimi? 5,5 mm, 55S1 orasida 5 mmlar grija bo'lgan. Fizioterapiya bo'limi haqida gapirgan edim. Bemorimiz 10 kun davomida fizioterapiya qabul qildilar. Mana L4, L5 orasida 5,5 mm, L5S1 orasida 5 mmlar grija bo'lgan. Mana chislosi 21-may. Mana bemorimiz o'zlari hozir sog'lomlar. 10 kunlik fizioterapiyadan keyingi natijani bitta ko'rsak, mana chislosi 02-06-26-yil. Endi bunga qaraymiz. L4, L5 orasida 3,5 mm, L5S1 orasida 4 mm protruziya bor ekan. Demak, fizioterapiyadan shishlar kamayib, grijaning o'lchamlari maydalanadi. O'zingizni qanday his qilyapsiz, Lochinbek? Yaxshi. Og'riqlar kamaydimi? 100% yo'q qilishning iloji yo'q albatta. No, natija mana ko'rinib turibdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Lochin, sizga ham rahmat. Mana shu ruxsat berganingiz uchun video olishga.